salom. Balki ularni ko'rsangiz yaxshi bo'lasiz deb o'yladim. Dadasi, men hozir Hanifa opani chaqiraman, xo'p? Xo'p? Ey chiq ketib baba. Shunaqa xatoylar bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ukam. Kutib qolmadingizmi? Yo'q. Olib keldingizmi? Ha, mana. Sirojiddin Boyman. Hammaga salom. Mollar. Yaxshimisan? Bunaqa. Aytdim-ku opa sizga. Mashinamga kelib topdim. Ertaga sotaman. Ertaga sotib, pulni sizga olib kelaman. Opa, menga qarang. O'zi sizga ishonsam bo'ladimi? Yana aldanib qolmayman. Voy. Bu nima deganingiz uka? Nechta odamlarni chekkaga jo'natganman. Yo'q endi aytyapman-da, bu yoqda kutib oladigan odam bormi? Voy uka. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Siz bu yog'idan xavotir olmang. O'sha siz aytgan joyda ishlaymanmi? Vaqtida beradimi? Ishlaganingizdan keyin pulingizni olasiz-da, albatta ishlaysiz. Demak, ertaga pulni olib kelasiz-a? Ha, ertaga olib kelaman. Mayli. Kechikmang. Ertaga shu payt shu yerda ko'rishamiz, xo'pmi? Sizga ko'p hayajonlanishni tilayman. Men sizni shu ahvolga tushganingizni bilib keldim. Hali hammasi yaxshilanadi. Alloh shifo bersa, tuzalib ketasiz. Sizga Xudoning sabr bersin. Shodiya. Labiya oyijon, dadang dorilar qolmagan ekan. Dorixonaga chiqib kela olasanmi? Mana ro'yxati. Xo'p bo'ladi, xo'p. Shodiya, bir o'zing chiqib o'tirma. Ana Furqatjon bilan chiqib kelgin, xo'p? Xo'p. Xudoga shukr. Ular birga turmush quradigan bo'lishdi. Bejizga sinovli dunyo deb aytishmagan. Shuni ayting. Bir kun kelib, bir-birini sevib qoladi deb kim o'ylabdi? Bo'ldi. Norma degan tuzalib ketsinlar. Ularni baxtini ko'rsalar bo'lgani. To'g'ri aytasiz. Dadasiga bir narsa bo'lsa, qizim bekori men sababchi bo'ldim deb bir umr vijdon azobida yashaydi. Tavba qilmang. Xudo asrasin, unaqa bo'lmasin. Kecha ukangiz bilan kelayotgandik. Shu payt sinfdoshim kelib qoldi. Men bilan ko'rishish uchun quchog'ini ochib keldi. O'shandan keyin sinfdoshim bilan quchoq ochib ko'risharmidingiz? Men quchog'ini ochgan bilmayman. Ukangiz yana bir marta uchrasangiz Bugun soat 20:00 da. Kekras bo'ldi bolaga.
Mol karışlar. Eline götürüldü. Oh. Oyla. Yine oturuyor. Evet. Oscar Leşemen. Teraflu shamollash va grippga qarshi shunday ta'sir qiladi. Teraflu siz loyiq bo'lgan g'amxo'rlik bilan simptomlarga qarshi kurashadi. Teraflu g'amxo'rlik ta'siri. Yengil mo'jizasini. Urmay qo'li sinsin o'shani. Sal qopdi-yu, o'zi chiqarib olishga. Bu vahshiylik axir. Kecha ichib kelgandi. Pul topib keldi, janjal chiqardi. Pishqotdan qolsang, bolalaringga ham kerak emas bo'lib qolar ekansan. Siylai rahm har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Beminnatgina o'z oyog'imiz bilan qo'limiz xizmat turganiga shukur qiling. Hech kimga xo'rson qilmasin. Xotinimni qo'lidan bo'linma ishga qo'rqaman. Nimadir qildim? Erimni menga. Tozalovchi dushanbadan Qalbi inson operatsiya stoliga yotadi. kelajakda insonlar majburiy plastik operatsiya qilinadi. Siz ichkaridan ham, tashqaridan ham mukammal insonga aylanasiz. Chiroyli odamlar shahri hammaga qiziq. 63 kundan keyin sohib jamolga aylanasiz. Biroq bir qiz bu jarayondan voz kechdi. Bu murakkab jarayon kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ongni tuman qoplaydi. Natijada baxtiyorlik haqida yolg'onchilik paydo bo'ladi. Men tushunmayapman. Ular shaxsiyatni o'chirib tashlashadi. Operatsiya qilishdan voz kechdik. Tabiiy sharoitda qarashga qaror qildik. Bu yerda bir necha odamlar halok bo'lardi. O'zgarishlarning oqibati insoniyat uchun zaharli ekanini bildi. Hech kim ziyon ko'rmaydi deb Endi u sheriklari bilan dunyoni qutqarmoqchi. Çocuk yağlamazsan. U yordam beroladi. Go'shanga ko'rmagan Boshida qarshi bo'ldi, ota-onasi. Sababi shu erga ketgan. farzand tug'ilgach sevishganlar qabul qilindimi? O'shandan keyin ona qarshilik qildilardi. Lekin odam Endi to'y ularga armon emas. Baxtlimizda yakshanba soat 17:55 da.
otaki meni otam ekanligini bilganimda xuddi meni boshimdan muzdek suv quyib yuborgandek. Siz bilan akasiga deb aytganida to'g'risi tamom bo'ldi. Yuragim to'xtab qolay dedi. Oyog'im tagida yer bor yo'qligini bilmay qoldim. Men bo'lsa o'lib qolsam kerak deb. Yashashni xohlamayman dedim. Men uchun yashashni qiziq qilmadi. Endi hammasi ortda qoldi. Men hali ishongim kelmadi. Hali yuragimda xavotir bor. Menda ham. Go'yo yana bir o'tasi bor. Yo'q, sizlar aka-singilsizlar deydigandek tuyuladi. Men yuragimda xavotir bilan yashayapman. Men ham bu og'ir tushdan uyg'onishdan qo'rqaman. Hammasini unutish qo'rqaman. Baxtiyor kunlarimiz tezroq qaytib kelsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bizni eng baxtli kunlar kutmoqda. Menga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Sizni bir kunchalik shu ahvolda ko'raman deb aslo o'ylamagandim. Shin, sizga hech qachon bunday kunni tilamagandim. Ey Navbat aka, taqdirni qarang. Bir paytlar homiladorligimda esimdami? O'g'il tug'asan degandingiz. Bir kun bu bola menga qaraydi, meni boqadi degandingiz. Allohim aytganingizni oldingizga olib keldi. Endi siz bir o'g'il qaroviga muhtojsiz. Bir paytlar homiladorligimni tashlab ketdingiz. Haliyam Xudoga ishonsangiz bor ekan. Haqiqatan siz boqib olgan qizni sevib qolganini qarang. U sizga ham o'g'il bo'lib, ham kuyov bo'lib qaraydi Navbat aka. Allohim hech bir bandani yotqizgulik qilmasin. Sizga ham shifo bersin. Tezroq oyoqqa turib